Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizlardan bir iltimos bilan murojaat qilyapman. Biz Surxondaryo viloyati Chirchiq tumani poliklinikasida 3-qavat kardiologiya bo'limi terapiya bo'lim kardiologiyaga qarashli joyda 22-xonada 20 kundan beri yotibmiz. Sizlarga bitta video joylagandik. Eski deb ahamiyatga olmayapsizlar menimcha. Mana kichkina qo'li operatsiya bo'lgan deb aytdik. Xo'jayinim shugacha apparat bor. 7 oydan beri yotibdi-da. 7 oydan. Hojati ham yotgan joyda. Unitazi bo'lsa, u yoqda ham unitazlar bo'lsa, mana shu aravachasida amallab borib keladi. Sizlardan iltimosda birovni yomonlamoqchi emasman, lekin Shavkat Zulfiqorga biz juda ko'p video tashladik-da. Xo'jayinim operatsiya bo'ladigan vaqtida ham tashlaganman. Xo'p, holatini doktor qog'ozlarigacha tashlab bersangiz, to'lovini qilib beraman degan. Lekin shundan telefonni ham ko'tarmadi. Qaytib eshitayotgani ham yo'q. Mayli, bemalol ishiga omad. Lekin nima uchun boshqa uyi abgor bo'lsa ham uyi bor, shunaqalarga yordam beradi-yu, bizda uy joyimiz ham yo'q. Ba'zida boradigan joy topolmaganimizdan bansaga yotamiz-da. Joyimiz ham yo'q. To'g'risi, yeb ichadigan hech narsamiz yo'q. Bansani 3 mahal ovqat bergani uchun shu yerda yotibmiz-da. Ba'zida shunday bo'lib qoladi. Hozir endi davolanishga yotibmiz. 20 kun bo'ldi yotganimizga. Bu yerda ham bizdan chiqqanimizdan keyin o'zi chiqishimiz kerak. Chiqqanimizdan keyin boradigan joyimiz yo'q. Video joylasak eski deb o'ylaysizlarmi yo bilmadim, boshqalarga yordam berilardi. Nimaga bizga endi birovni shuncha berasan, buncha ber deb majburlab bo'lmaydi. Sen hammani himmatida qo'llaringizdan kelgancha hamma yordam bo'ladi bizga. bu dokumentlari nogironlik gruppasiga chiqarmoqchi edik. Xudo xolasa endi chiqadi. Bu o'g'limniki. Keyingi oydan chiqaramiz, xudo xolasa deyapti. Sizlardan iltimos. Xo'jayinim bitta oyog'i emasda, bu oyog'idagi 7 oy bo'lgan bo'lsa, buni hali o'zi общий hisobda 2-3 yil turadi deganda. Hali 2 yildan ko'proq vaqt borda buni olishiga, temirni olishiga. Temirni olgandan keyin ham darrov yurib ketmaydi. O'zi sahari bor. Yuragi sten qo'yilgan. Endi kichkinam bu ahvolda. Men o'zim bitta buyrakman. Yaqinda poliklinikaning ichida tekin bo'ladi. Shunga uziga tushdim. 10 kunlardan beri shu buyragim og'rib yotganda tushganman. Bu buyragingiz ham irib boshlagan. Zudlik bilan davolaning dedi. Xuddi 5 kunlik lecheniyasini yozib berdi. 1 milliondan oshib ketyapti. Men uni ololmayman. Lekin har kun og'riqdan qiynalaman. Har kuni og'riq qoldiruvchi ololmayman. Men ham davolanishim kerak.
Sizlardan iltimos, o'sha videoni ko'rib, oxirigacha ko'rib, iltimos, biz bu videoni Hazilkash Xon kanaliga joylaymiz, xudo xohlasa. Ko'rib, befarq bo'lmangizlar, iltimos sizlardan. 5 ming, 10 ming tashlasangiz ham bizni ancha bir og'ir mushkuldan qutqargan bo'lasizlar-da. O'zbekiston xalqi bu kichkina xalq emas bu. Buni faqat O'zbekiston ko'rmaydi. Dunyoda qancha odam bor. Iltimos sizlardan befarq bo'lmangizlar, iltimos. Barchalaringizga rahmat.